Biz uchun katta tajriba bo'ldi. Lekin bitta narsa aytmoqchiman. Men o'zbekligimdan faxrlanaman va mana shu bayroq ostida terma jamoamizni himoya qilayotganimdan juda ham faxrlanaman. Bu o'yin juda ham qiyin o'tdi. Hisob biz xohlagan hisob emas. Juda ham xafamiz bu hisobdan, chunki baribir biz boshqacha o'ynashni xoh qildik, lekin to'g'risini aytish kerak. Babur Portugaliya bugun bizdan yaxshiroq edi. Birinchi navbatda o'sha juda katta tajriba bo'ladi O'zbekiston futboli uchun ham. Biz qanaqa yutqazgan taqdirimizda ham bu narsadan O'zbekiston ko'p narsa yutdi deb o'ylayman. Lekin shunga qaramay albatta muxlislarimizdan uzr so'raymiz. Shunaqa yirik hisobda mag'lubiyatga uchradik. Nima deyish mumkin? Keyingi o'yin oxiriga 3-chi o'yinimiz bor. Oxirgi shansimiz agar bugun rezultatga qarab albatta harakat qilamiz. Xudo xolasa o'sha